Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga konkurs o'tkazish texnikalarini o'rgataman. Buning uchun qiladigan birinchi ishimiz o'zimizga kerakli bo'lgan reklama matnini tayyorlab olamiz. Reklama matni tayyor. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz Telegram kanal ochish. Telegram kanalni zakritti qilib, ya'ni maxfiy kanal qilib ochib olamiz. Va bitta kanalda bitta shu tayyorlab olgan reklama postimizni qayta bir necha bor tashlaymiz. Bu ishtirokchilarning soniga qarab belgilanadi. 50 ta yoki 100 ta bo'lishi mumkin. Bittasini ichiga kirib, kanal linkini o'chirib olamiz, tahrirlash qilib, xo'sh, ID1 deb nom beramiz. Reshotka ID1 deb nom beramiz. Endi o'zimizning kanalga kirib, bu ID kod uchun link olamiz. Har bitta ishtirokchi uchun alohida link olinadi. ID kodlar uchun link olishni hozir sizlarga o'rgataman. Xo'p, buning uchun o'zimizning kanalimizga kirib olib, link olamiz. Hozir men konkurs o'tkazadigan kanal maxfiy bo'lgani uchun ekran zapiska bermadi. O'zim kanaldan sizlarga link olishni o'rgataman. Kanal sozlamalariga kirib olamiz. Kanal turiga kiramiz. Tepada kanal turiga kirib, taklif havolalarini boshqarish degan yozuvni ustiga bosamiz. Yangi havola yaratish qilamiz. Yangi havolaga nom beramiz. Reshotka ID1 deb nom beramiz. Bu birinchi ishtirokchi uchun. Nom berdik. Endi foydalanuvchilar sonini cheklab qo'yishimiz ham mumkin. Biz cheksiz qilib qo'yamiz. Vaqt asosida cheklashimiz, ya'ni linkni bir kunda ishlaydigan, bir haftadan keyin ishlamaydigan qilib qo'yishimiz mumkin. Bizda cheksiz, ya'ni linkdan xohlagancha xohlagan vaqtgacha obunachilar qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yaratish qilamiz. Xo'p, yaratildi. Endi havolani ustiga, mana ID1 havolani ustiga bosib, havoladan nusxa olishni bosamiz. Nusxalandi. Endi o'zimizning kanalga kirib, konkurs o'tkazadigan kanalimizga kirib, tekstni yoniga bossak, tahrirlash belgisi chiqadi. Tahrirlashga kirib, bizning kanalga, ya'ni strelkani pastiga linkni joylashtiramiz. Bosib turib qo'yish qilsangiz, o'zi link joylanadi. Mana link ham joylashdi. Endi pastda ID1, ya'ni ishtirokchining nomiga linkni joylashtiramiz, biriktiramiz. Buning uchun ustiga bosib turib, havola yaratishni bosamiz. Havola yaratish OK qilamiz. Havola yaratildi. Endi mana shunday har bitta ishtirokchi uchun link olib kelib biriktiramiz. Ikkinchi reklama postimizga kirib, ya'ni tahrirlash qilamiz, yoniga bosib, linkni, kanal linkini o'chirib olamiz va unga nom beramiz. Ikkinchi ishtirokchi uchun ID2 reshotka ID2 deb nom beramiz. Endi buning uchun shu kod uchun o'zimizning kanalimizdan link olib kelamiz. Kanalimizga kirib olamiz, ustiga bosib, kanal sozlamalariga kiramiz. Kanal turiga kirib, taklif havolalarini boshqarishga kiramiz. Havola yaratish, yangi havola yaratishga kirib, havolaga nom beramiz. Reshotka ID2 deb. Bu ikkinchi ishtirokchimiz uchun bo'ladi. ID2 havolani yaratish qilamiz. ID2 ni ustiga bosib turib, havoladan nusxa olish qilamiz. Nusxa olganimizdan keyin yana kanal turiga kirib, o'zimizning konkurs o'tkazadigan kanalimizga kirib, keyingi postni tagiga, keyingi ishtirokchiga biriktiramiz. Ya'ni yoniga bosib, tahrirlash belgisini bosamiz. Bizning kanal degan joyga bosib tursak, qo'yish degan belgisi chiqadi hozir. Mana o'rtada qo'yish degan belgisi bor. Shuni bossangiz, o'zi kanal birikadi, linki. Birikkandan keyin pastiga ID kod uchun link biriktiramiz. Ya'ni ustiga bosib turib ID ni, tepada 3 ta nuqtachani bosamiz. Havola yaratish tugmasini bosib, OK qilamiz. Mana havola yaratildi. Endi mana shunday qilib har bitta ishtirokchi uchun link olib kelamiz va konkurs qatnashchilari konkursda qatnashaman degan ishtirokchilar uchun shu havola link beriladi. Va biz yana o'sha o'zimizning kanalga kirib, kanal turiga kirib, havolalar belgisidan qaysi ishtirokchi nechta odam qo'shganini bemalol ko'rib tursak bo'ladi. Endi keyingi darsda sizlar bilan konkurs o'tkazish jarayonida nakrutka, ya'ni uriladigan nakrutkani aniqlashni men bilgan 3 ta usulini o'rgataman. Mana. Hozir mana bu yerda ID2, ID1 turibdi, hech kim qo'shilmagan. Nechta ishtirokchi qo'shilgani mana shu yerda ko'rinib turadi. Buni har kunlikni har kun tekshirib borishimiz kerak bo'ladi. Aks holda adashib ketishimiz mumkin va bu noroziliklarga sabab bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsangiz, o'zim javob beraman.